buzoqlarga tabiiy sut berishyapti ekan. Hop. Bir kunda mana 673 litr sut ichadi ekan buzoqlar. Bizda mana quruq sutimiz bor, Kalva Milk degan. 1 kilosi 7 litr suvga tayyorlanadi. 96 kilogramm quruq sut ishlatiladi ekan bir kunda. 96 kilo quruq sutimiz narxi 3 million 648 ming bo'lyapti. 673 litr tabiiy sutingiz mana 5 million 47 ming bo'lyapti. Oradagi razlika 1 million 400 mingga sizga foydaga qolyapti agar quruq sut tayyorlab beradigan bo'lsangiz. 673 litr tabiiy sut ichishyapti ekan. 7 litr suvga 1 kilo qo'shsa 673 litrga 96 litr 96 kilo 96 kilo. parashyut qo'shilyapti. 96 kilogramm parashyut. Narxi qancha? 38 ming. 3 million 648. 15 ming. Tabiiy suti narxi. 3 million 648 ming. Sun'iy sut narxi. Hop 1 million 967 ming. 1 million 467 ming foydaga qolyapti. Bir oyda 44 million. 44 million foydaga qolyapti. 1 yillik 528 ming. 528 ming. 90lik 104 81 00.